Uzoq saqlangan benzinda uni xususiyati kamayadi. Kichkina teshamiz va 4 million 100 ming avtomobil bor. qaranglar, nima bo'pti? Bugungi mavzumiz avtomobil benzinlari. Nima deb o'ylaysizlar? Benzin qay darajada muhim bizning iqtisodiyotimizda? Benzin bo'lmasa nima bo'ladi? Hozirgi kunda respublikada 4 million 100 ming avtomobil bor. Shundan 3 million 700 i bu yengil avtomobillar. Bu degani kuniga 70 ming tonna benzin ishlatiladi. 70 ming tonna. Mana benzinni uzoq muddatda saqlasak nima bo'ladi deb o'ylaysizlar? Ha? U ham xuddi qatiqqa o'xshagan, sutga o'xshagan ayniydi u ham. Shuning uchun uzoq saqlangan benzinda uni xususiyati kamayadi. Uni tarkibida smola paydo bo'ladi. Bu smola esa ishlayotgan paytda dvigatelni qurum hosil qiladi. Ya'ni biz xalq tilida nagar deydi. Qora narsa bo'ladi-yu. Qanchalik to'liq yonsa, shunchalik ko'p bosim hosil qilib beradi. Qanchalik ko'p bosim bo'lsa, dvigatelni porshinini pastga itarganda yuqori bosim bilan pastga itaradi. Natijada dvigatelning quvvati oshadi. Yonilg'ini vazifasi faqat yorug'lik ajratish emas. Mana shag'am ishlatganimizda u yorug'lik uchun ishlatamiz. Uni faqat qizdirish uchun emas. Uni demak birinchi navbatda bosim hosil qilish uchun, demak kelajakda yangi bir mexanik energiyani olish uchun ishlatiladi. Mana shu jarayonni bitta bir ko'rsatsak. Benzinda hozir bu tajribaga o'tishdan oldin avval yonishini ko'rishimiz kerak. Benzin ikki xil yonadi. Birinchi holatda benzin oddiy yonadi, to'g'rimi? Oddiy yonda. Xo'p, endi buni o'chirsa bo'ladi. Endi yopiq muhit hosil qilamiz, chunki bu hozir ochiq edi, chiqib ketdi. Endi yopiq muhit hosil qilamiz. Yopamiz. Nima bo'lyapti ichida? Kichkina teshamiz. Va nima bo'ldi? Nimaga shunaqa yondi hozir? Bosim bor. Ya, bosim qaydan paydo bo'ldi? To'g'ri. Doska bor. To'g'ri, bu yerda marker bor. Benzin bug'lanish jarayonini biz ustidan bosib qo'ydik. Demak, xuddi bakning ichida ham xuddi shunaqa bosim hosil bo'ladi. Ayniqsa qishloqlarda, pechkalarda yopiq pechkaga benzin qo'yib ko'rgan bo'lsangiz kerak videosini, yopiq joyda benzin bilan ishlasangiz, srazi vzriv bo'ladi. Shunaqa xususiyat bor. Endi bitta savol sizlarga. Benzinni mana shu yerga quysak-da, yoqsak, misol uchun mana shuncha joyda benzin turibdi. Men bu joydan yoqdim. Benzin qanaqacha yonadi? Yonish qanaqa boshlanadi? Bir chekkadan yonib keladi yo reski yonadimi? Bir chekkadan boradi. Tasavvur qiling, mana bu yerda siz turibsiz. Bundan chekkada sizga keladimi yong'in? Benzin sekin yonishni boshlaydi. Bu yoqda yongan paytda havo qiziydimi? Kengayish kerakmi? Itaradi havoni. Itarib mana shu yerda turgan odamdan ham o'tib ketish mumkin valnasi. Hozir iloji yo'q, lekin ko'rsatib berardim. Yuradi benzin. O'shaning uchun juda opasniy hisoblanadi. Endi savol. Domla aytgan tajribani hozir qilish uchun birinchi nima qilishimiz kerak? 1 litr so'zlangan Topolmadinglar. 1 kilogramm. Topolmadinglar. Men bu tajribani bekorga ko'rsatganim yo'q. Birinchi bo'lib mana bu narsa bormi yo'qligiga ishonch hosil qilish kerak. Kambag'al yonilg'i bunda alfa nechaga teng? Birdan kichkina. Bu yerda benzin ko'p bo'ladimi, havo ko'p bo'ladimi? Havo ko'p bo'ladi. Bu normal yonilg'i, bundachi? Demak 1 kilogramm yonilg'i yonish uchun qancha bu yerda havo kerak? 15. Aslida 14.6, 14.7, 16 ham deydi. Hozircha 15 deb turamiz. Havosi kerak. Va oxirgisi bu boy yoni aralashmas. Ya'ni havosi kam, benzini ko'p. Biz boy kambag'alni benzinga qarab gapiramiz. Bu hajmi 20 litr. 19 u qancha 20 litr? 20 litrga demak normal aralashma bo'lishi uchun 14.7 gram, 1 gram benzinga 14.7 gram havo to'g'ri kelishi kerak. Benzinning zichligi, havoning zichligini hisoblaganimizda bunga 2 milli tomizamiz. 2 milli tomizsak, bunda o'sha normal aralashma bo'ladi. Bu hisoblangan. Menimcha o'zingizlar ham hisob olasizlar. Bunga 1 milli, bunga 1 litr qo'ysangchi, kuchli nuqtai nazardan qaysi eng baland baqillaydi? Oxirgisi kami. O'rtachasi bo'ladi, normal. Xo'p, yaxshi. Ha, birinchisi, marhamat. Yondimi? Nega paqillamadi?
benzinni miqdori yetarli emas. Ikkinchisi. Ha, mana knopkani bosmagan. Qalay bo'ldi? Bu opasniy mana shu. Vang'illagandan keyin farqini topinglar. Bos. Qaranglar, nima bo'pti? Nima bo'pti? Nima uchun buni qildik? Sizlar hayotda dvigatel ichidagi bu jarayonni ko'rmaysizlar. Bu benzinning yonishi xuddi shunaqa yonadi. Agar dvigatel ichida 400 gradus bo'ladigan bo'lsa, bosim 10 barobar oshadi u yerda. Yonish yaxshi yonishini, yomon yonishini o'zingiz ham tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Agar mana shunday benzindan, mana bu yerdan sizlarga namunalarni olib keldim. Mana bu AI80 benzin. Rangini bilishingiz uchun. Qanaqa rang mana bu? Buni zavodda o'zidan olib keldim, neft zavodidan. Bunga hech narsa qo'shilmagan. Mana bu AI92 benzin. Mana ikkalasida bu ochiqroq, ha? Endi mana bu AI95 benzin. Endi ranglarini aytdik. Oldingi safar har xil rang bo'lishi mumkin benzin. Har xil rang bo'lmasi ham mumkin. Aslida toza benzin mana unga o'xshaydi asli. Men sizlarga endi benzin nimadan olinadi? Oldingi safar aytdik, mana bu neft. Mana bu haqiqiy neft bizda O'zbekistonda chiqayotgan. Bu matonat konidan olingan neft. Mana shuni biz aytdik, bug'latamiz. Bug'latgandan keyin eng yengil fraksiyasi bu benzin bo'ladi, to'g'rimi? Undan keyingi pastki fraksiyasi bu dizel yonilg'isi, kerosin dizel yonilg'isi, keyin moylar, mazut bo'lib tushadi, to'g'rimi? Endi bizdagi O'zbekistonda chiqayotgan neftlarning rangi shunaqa. Ayrim davlatlarda chiqayotgan neftning rangi mana shunga o'xshagan bo'lishi mumkin. Bu eng kam tarkibidagi oltin gugurt miqdori yo'q, suyuq neftlar shunaqa bo'lib chiqadi. Bu o'zimizda chiqadigan bu surgil konidan chiqqan bu gazokondensat. Endi ko'p joylarda konspekt yozishga majburlayapti deydi. Bu men majburlamayman sizlarni, lekin o'zlaringiz uchun mana ayrimlarda ko'ryapman, yozib qolyapsizlar. Asosiy bo'lgan momentlarni o'zingizga yozib qo'ying. Benzin bilan rezina qanday bir-biri bilan ishlaydi? Rezina tushsa nima bo'ladi benzinga? Qotib qoladi, ya'ni xususiyatini yo'qotadi benzin. Bitta eksperiment hozir ko'rasizlar, benzin bilan nimaning rezinani o'zaro reaksiyasi qanday bo'ladi? Sovuq narsalar bular, juda ham sovuq. Ikkita sharni solamiz, nima bo'ladi? Birinchi savol. Kichrayadi, to'ppa-to'g'ri, fizika o'tgansizlar. Gaz sovuqda o'zi любой narsa sovuqda torayadi, to'g'ri? Nima bo'ladi? Variantlar. Yorildi. Nima bo'ldi? Benzin, rastvoritel, spirt hammasi yaxshi erituvchi hisoblanadi. Masalan, rezina mana bu. Cho'ziladi, yaxshi. Bu nima bo'ladi? Rezinaning tarkibi nima? Demak, buni hayotga tatbiq qilamiz. Rezina, benzin bu ikkalasi yaxshi kelishmaydi. Endi savol tug'iladi. Benzin baklari, benzinni tashish, benzinni quyishda sanliklar ishlatadi-ku. Sanliga, sanlik rezina-ku. U spetsalniy maxsus rezina, ya'ni shunaqa bu degani hamma rezina erib ketadi degani emas. O'sha sohada ishlatiladiganlar shunaqa. Lekin kundalik turmushdagi rezinalarga benzin tushdimi, u o'zgaradi. Savollar. Ustiga. Hey! Uzr. Dvigatelning ichidagi jarayon qay darajada olov katta bo'ladi? Juda katta bo'ladimi yoki kichkina bo'ladimi? Mana masalan shu prosesni biz ko'rsak. Nima bo'ldi hozir? Dvigatelda ham ichida xuddi shu purkalgan proses bo'ladi. Ha, endi mana shu hosil bo'lgan barcha hajm ko'rdingiz-ku hozir. Shu kichkina mana bunday joyda tiqilib qolgan bo'ladi. Uni natijasida katta bosim hosil bo'ladi. Men nima pufladim? Bu benzin emas edi, bu kerosin edi. Benzin juda portlab yonadi. Shuning uchun ham benzinni bilan ishlaganda juda ehtiyot bo'lish kerak. Bugun darsni qiziqarli bo'lishi uchun
muhandis D guruhi bilan birgalikda tashkil etdik. Bilamizki, yoshlarga nazariy bilim bilan birgalikda amaliy bilimlarni tajribalar bilan o'tkazsa, u qiziqarli bo'ladi va esda qolishi osonroq bo'ladi. Muhandis D bilan o'tkazishdan maqsad, hurmatli prezidentimiz injenerlik sohasini rivojlantirishga katta urg'u berildi. Demak, hozir injenerlik sohasi ham bu qiziq fan ekanligi, qiziq sohaligini biz yoshlarimizga ko'rsatib bermoqchimiz. Va kelajakda ko'proq mana shu muhandislik sohasiga, injenerlik sohasiga yoshlarimizni jalb qilmoqchimiz. Rahmat, sog' bo'ling.